Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Dilso'z. Bugun videomizda sizlar bilan ChatGPT'dan jigarlar DLS 2026 o'yini uchun akkauntni tez kuchaytirish uchun strategiya so'raymiz. Qanaqa strategiya tuzib berar ekan? Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday videoni boshladik. Biz ChatGPTga kirib olamiz. Birinchi o'rinda salom deb yozib olamiz. Internet ishlamayapti. Ungacha biz yozib turamiz. Salom, menga tilisi yo'q. Diram lyagi. Yo, короче, nima deymiz? Dilisi 2026 o'yini uchun akim bot yo'q. Akim bot xato yozib ketyapti. O'zini xato qilyapti. Akim bot menga bir haftalik strategiya tuzib ber va akimni o'sha strategiya orqali qilishniyam ham o'rgat. Iboratcha nima deydi ekan? Salom Nodirbek, agar maqsading DLS 2026 akkauntni bir xilda kuchaytirish bo'lsa, quyidagi reja foydali bo'lishi mumkin. Agar akim bot degan o'yindagi bot jamoalarga qarshi o'ynashni nazarda tutgan bo'lsang, bir kun 15 ta 20 ta bot o'yin o'yna deyapti. Eshityapsizlar? Bir kunda 15 ta 20 ta oddiy o'yin o'ynaysizlar. Reklama, kundalik bonuslarni olib tur deyapti. Har bitta o'yindan keyin reklama ko'ringlar deyapti. Faqat tanga yig'ishga e'tibor ber. Nima deyapti? Masalan, faqat tanga yig'ishinglar kerak deyapti. Ikkinchi kun, birinchi kun deyapti. Faqat tanga yig'inglar deyapti. Ikkinchi kun himoya, masalan, transferlarga ko'p himoyachilar keladi, jigarlar, to'g'rimi? Bugun o'zi 800 talik, 272, 73 reyting futbolchilar kelsa, o'shani ol deyapti. Darvozabon himoyachilar deyapti. Sizlarga bergan birinchi futbolchilar bor, bilasizlarmi? 56, 55 reyting futbolchilarni sot deyapti. 3-chi kun deyapti. O'shana har kuni 20 tangadan 15 ta match o'ynagandan keyin, короче, 1200 mingta shunday tanga yig'asizlar. O'shandan 3-chi kunga hujumchi ko'p futbolchi olasizlar. Sariq futbolchi kelib qolsa, sariq futbolchi olasizlar. Hujumchi yarim himoyachi olasizlar, jigarlar. Endi trening bo'limiga o'tasizlar. Treningga o'tasizlardan har kuni o'yinlar yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, botlardan yengilib ketgan bo'lsanglar, jarima o'yinlarni gollar urib mashq qilsanglar bo'ladi. Treningga mashq qilsanglar bo'ladi. 4-chi kun deyapti. Mana sxema beryapti. 4-1-2-1-2 degan sxemalardan beryapti. 4-3-3 sxema. O'shalarni tarkibni sinab ko'r deyapti. O'sha sxemada o'ynab ko'r deyapti. Qanaqa o'ynaysan deyapti. Men maslahatim sizlarga 4-3-3 sxemada o'ynab ko'ringlar. Qisqa paslar bilan o'ynashga harakat qilinglar. Faqat ko'proq o'yinlar yaxshi chiqishi uchun tezroq pas, sraz pas berishni o'ynayapti. Pas berib o'ynayapti. 5-chi kunda topshiriqlar va vazifalarni tugat deyapti. Futbolchilarni xarid qilish uchun tanga yig' deyapti. 5-chi kun deyapti, juda ko'proq matchda o'ynab, ko'proq tanga yig' deyapti. 6-chi kun deyapti, jamoangni umumiy reytingga oshirishga e'tibor ber deyapti. O'sha sotgan futbolchilarni kuchaytirish beradi. O'sha futbolchilarni kuchaytiradi deyapti. Kuchaytirasizlar deyapti. Faqat kerakli futbolchilarni yangila deyapti. Masalan, Haaland, Mbappe shunaqa futbolchilarni ol deyapti. O'sha ko'proq sariq ko'p futbolchi olaversinglar deyapti. Sizlardan deyapti, nima desam bo'ladi? Reytingli baland futbolchilar kela boshlaydi keyin deyapti. O'shani ol deyapti. Yana bitta o'sha chempionatni ham o'ynab yenginglar deyapti. Ko'ring.
barcha bonuslarni yig' deyapti. Barcha bonuslar, hamma tanglar yig'. Tarkibni kuchli tarkibni tuzib yuqori ligalarga chiqishga harakat qilyapti. Stadionlarga meni YouTube'da profilni o'tib ko'rsanglar, jigarlar, sizlar akkauntni o'zidan ko'tarishni o'rgatganman. Bu faqat strategiya beryapti chat bizga. Qanaqa qilib sizlarga akkauntinglarni stadionni kuchaytirishni o'rgatib o'tganman. O'tib ko'rsanglar bo'ladi, jigarlar. Akkauntni eng kuchli tarkib yuqori ligaga chiq degandan keyin akkauntni tezroq full qilish bo'yicha maslahatlar deb yozib ChatGPT mana har kuni muntazam 1-2 soat matchda o'yna deyapti. Karyer matchlardan kundalik bonuslar, har kun beradigan bonuslarni, missiya bajarib bonus olganlar bonuslarni ol deyapti. O'tkazib yubormadi. Keraksiz tanga narsalarni yiqqan tangalarni keraksiz futbolchilarga yo keraksiz narsalarga sarflab yubormanglar deyapti. Avval hujumchi, keyin yarim himoyachi, keyin himoyachini kuchaytir deyapti. Agar xohlasang senga 7 kunlik batafsil prosedura tuzib beraman. Har kuni nechta match o'ynash, qancha tanga yig'ish, birinchi olish kerakligini ham yozib beraman deyapti. Videoni shu joyda yakunlaymiz jigarlar. Kimga nima aytsam bo'ladi? 20 kunlik challenge boshlamoqchiman jigarlar. Obuna bo'ling, like bosib, kommentariyaga chiroyli gap so'z yozgan obunachilar har kuni o'ynab video qilishga harakat qilaman. Agar yengilsam akkauntimga 1000 tanga yig'ib beraman jigarlar. Agar kimdadir bot akkauntga oddiy bitta sariq futbolchini full qilish video kuchaytirib yig'ib qo'ygan bo'lsalar, berib turishlar, akkauntinglarni full qilib beraman jigarlar. O'sha akkaunt chiroyli kuchaytirib beraman jigarlar. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Kimda o'sha akkaunt bo'lsa berib tursangiz juda xursand bo'lardim jigarlar. O'sha amallarga rahmat, padisha kutaman jigarlar.